To'xta. Gulli oilani xo'ramga oshna qo'ydim. Ayasi an. Qolyapsan? Bunaqa haromlarni chachini 12:30dan beri ko'chada yurgan bo'lsam, ikkita ayol kishining chachini oldim. Mana bittasi ayamdan ketib qo'ygan, bittasi mana akami hamiga tutgan. Harom bular chachimdan kerakman. Mana haromlar chachini oladigan. Yangi chiqdi. Mashradan. Mashinka ham o'tmayapti. Yo'qlardan. O'ylanib yurasan, ilon akaga mana ish qildim, akasiga deb. Nimaga olardi desa, akasiga ham berib qo'ydim. Deydi, meni eng yomon ko'rgani, misol sen emas, Doniyor bilan ham chiqishib bo'lganingda chatini olardi. Doniyor bilan. Dunyodan o'ta xafa bo'lib ketyapsan. O'zing oflar isqib bunaqa qilib ish qilganingda. Harom. Hamma hurmat qildi-mi? Men bilan gaplashayotgan uchun hurmat qildi-da. Sizlarni chiqarib bolalar, nima bunaqa? Bo'ldi, ma'qulmi? Tushunmadim. Davom eting. Mana shu Doniyor masala o'tib sut. Ular fe'lim kelyapti, sen ham dilingni to'q qo'ymay sut.